Singlim tinchlikmi? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Qishloqdagilar tinchmi? Ha, tinch, faqat dadam biroz toblari yo'q edi. Qon bosimlari ham oshib ketibdi. Hozir shifoxonaga joylashtirgandik qishloqdagi. Kuyovimiz esa dadamlarning oldida qoldi. Men esa shoshgancha shu yerga kelaverdim. Mayli, ichkariga kir, gaplashamiz. Kumushxon, qishloqda shuncha ovora bo'lib kelganingizni qarang. Bolalaringizni kimga tashlab keldingiz? Kennaga ota-onam uchun ovorasi bor ekanmi? Bolalarimni kuyovimizga tashlab keldim. Endi aytaman-da, uzoq yo'lga kelib zarilmidi? O'sha yerda ham yaxshi shifokorlar bor edi. To'g'ri, lekin dadamni bu yerdagi shifoxonalarda ham tekshirtirib ko'rsa yaxshi bo'lardi. To'g'rimi aka? Singlim, keyin to'g'ri aytdi. Bu yerdami, u yerdami nima farqi bor? Haddadan keksayib qolgan bo'lsalar, odam keksagandan keyin har qayoqdan kasallik chiqib kelaveradi-da, singlim. Ha aka, dadamni davolatishga ozroq pul kerak bo'lyapti. Shunga yoningizga kelgandim. Pul degan? Ha, zaril bo'lmaganda kelmasdim. Bilasiz, yaqinda kuyovingiz jiddiy operatsiyani boshdan kechirdilar. Shunga ozgina qo'limiz kaltalik qilyapti. O'zingiz bunda bizdan ham xabar olmaysiz. Dadam bilan oyim yo'lingizga ko'z tikib o'tiradilar. Singlim, shaharda yashashni ham o'zi bo'lmaydi. Tiyinni tiyinga ulab yashayapmiz. To'g'ri. Akangiz to'g'ri gapiryaptilar. O'zi maoshimiz uchma-uch yetadi. Qarzlarimiz bir dunyo. Bu yoqda bolalar bo'lsa, Mayli. Unda men keta qolay. Shoshma. Yarim kechasi yolg'iz yura olmaysan. Tong otsin, ertalab ketaverasan. Xo'p. dadasi, endi orzularimiz ushalayotgan edi-ya. Nimaga bunaqa deyapsan? Eski mashinani sotib yangisini olaman deyotgandingiz. Xo'sh, nima qilibdi shunga? Endi bor pulingizni singlingizga berasizmi? Esing joydami? Nimaga berar ekanman? Dadam hali baquvvatlar, singlim vahima qilaveradi. Menimcha, pul singlingiz o'ziga kerak bo'lib qolgan shekilli. Men ham shunaqa deb o'yladim. Kuyovning ishlari yurishmay qolgan bo'lsa kerak-da, yonimga pul so'rab ketdi. Kuyovingizga deb ayta olmay, menimcha dadamga deyapti. Assalomu alaykum dadasi, tinchlikmi? Onasi, tezroq qayta qol. Dadamizni zudlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. Dadam hozir yaxshimilar? Dadasi, lekin pul topa olmadim. Endi nima qilamiz? Ko'p siqilma onasi. Akamda ham pul yo'q ekan. Axir yoningda men borman. Kerak bo'lsa mashinamizni sotamiz. Ja bo'lmasa uyimizni ham sotamiz. Muhimi, dadamiz sog'ayib ketsalar bo'lgani. Rahmat dadasi. Otamga sizdek kuyov bergani uchun Allohimga behisob shukr. Dadam poytaxtda meni arslondek o'g'lim bor deb faxrlanib yuradilar. Pul topiladi aka. Lekin mehr oqibatni pulga topib bo'lmaydi. Mana shu uyni ham, minib yurgan mashinangizni ham otam olib bergani esingizdan chiqdimi? Endi o'zlariga yordam kerak bo'lganda o'zingiz olib qochyapsizmi? Sizdek o'g'ilga xayf. Xayr, omon bo'linglar. Kumush, shoshma. Kumush,